Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'ayibona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz qizil o'ngachda uchraydigan o'simta. Qizil o'ngachdagi o'simta ichki organlara metastaz berishi haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Mana qizil o'ngachimda o'simta bor. Men 2-3 yildan buyon davolanib kelyapman, shifo topolmayapman. Hozirgi kunda ichki organlarimga ham metastaz beribdi degan bemorlar uchraydi. Allohning qudrati ila dard bergan egam darmonini ham o'zi berib qo'yibdi. Faqat bizdaqa insonlar sababchi bo'lib qoladi shunga. Allohning qudrati ila bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida qizil o'ngachdagi o'simta ichki organa metastaz berishi butunlay sog'ayadi. Allohning qudrati ila qayta davolashga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q. Bemalol kelib giyohlarimizdan, siroflarimizdan iste'mol qilib butunlay sog'ayishingiz mumkin deb tavsiya qilaman. Giyohlarimizdan, siroflarimizdan iste'mol qilib boshlagandan keyin 3 sutkadan keyin bemor sekin-sekin sog'ayishni boshlaydi. Joyida kista bo'ladimi, o'simta bo'ladimi, kichrayishni boshlaydi, bemorning ahvoli yaxshilashishni boshlaydi. Sekin-sekin yaxshilanib sog'ayadi. Shunaqa bemorlar uchraydi. Bu qizil o'ngachda o'simta bo'ladimi, ichki organda metastaz bergan bo'ladimi, qusish bo'ladi. Ko'p insonlar aytadi, giyoh ichyapti, qusyapti, giyohni icha olmayapti degan bemorlar ham uchraydi. Bu qusish giyohdan emas, siropdan emas. Qizil o'ngachda o'simta bo'ladimi, ichki organda metastaz bergan bo'ladimi, qizil o'ngachdagi kistami, o'simtami, ichki organda metastaz berganmi, shu narsalar hammasi qon evaziga yashaydigan narsalar. Biz xolaymizmi, xolamaymizmi, qon kamayadi, holsizlik bo'ladi shunaqa bemorda va qusish bo'ladi. Ishtahasizlik bo'ladi. Chunki qon evaziga kista ham, o'simta ham qon evaziga yashagandan keyin qoningiz kamayadi. Sizni har kun bittami, ikkitami bo'lsa, kistami, o'simtami milli o'zini kerakcha iste'mol qiladi u qonni. Shuni evaziga yashaydi organizmingizda. Shuning uchun shuni ko'proq e'tibor berishlaringizni so'rayman. Shunaqa bemorlarni yaqinlari qonni ko'paytiradigan ish qilish kerak. Yegan narsasi shu yutilgan qonni qoplash kerak. Shunda qusish bo'lmaydi. Qonni ko'paytirib, qonni normaga olib keladigan bo'lsak, ko'ngil aynishi, qusishi yo'qoladi. Allohning qudrati ila. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimiz tabiiy giyohlari, siroplari yordamida bemalol qizil o'ngachdagi o'simtani ichki organa metastaz berganni yo'q qilasiz deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib lechini olib butunlay sog'ayishingiz mumkin. Qancha minglagan bemorlarimiz sog'ayib, hozirgi kunda yaqinlarini bag'rida sog'lom insonlar xatari ishlab yuribdilar. Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Alhamdulillah. Allohim o'ziga tavakkal, dard bergan egam darmonini ham berib qo'yibdi, bemorlarim sog'ayib ham turibdi deb tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kelgusi efirlargacha deb tilab qolaman. Layklaringizni bosaveringlar. Yuqoriga efirlarimda aytib o'tgandek, bitta laykingiz bilan bitta bemor sog'ayadigan bo'lsa, Allohning qudrati ila muborak Allohning uyida bitta tuya so'yib, 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasiz. Bunaqa savobga pul bilan erishib bo'lmaydi. Shuning uchun harakatingizni qilaveringlar.